Bu videoni Marg'ilonliklar va Farg'onaliklar albatta ko'rishi shart. Nimaga desalaring, hali respublikada bo'lmagan yangilikni akamiz qilibdilar. O'zlarining magazinlarini 24 ga 7 dastavkasi bilan. Aka, nima yangiliklar? Mana xalq ko'ryapti hozir. Bizda yangiliklar eng asosiysi do'konimiz 24 soatlik. Farg'ona, Marg'ilon bo'yicha dastavka bepul. 24 soat ichida bepul. 24 soat ichida bepul. Keyin eshitdim, Instagramga obuna bo'lganlarga ham qanchadir skidka bor ekan. Instagramga har bitta mijoz uchun Abdulloh Fatih Instagramiga obuna bo'lgan odamga 10% dan chegirma. Bu zo'r. Xohlasa 10 millionlik narsa olsin, 10% 1 million aksiya. O'rtoqlar, qaranglar, bir xilga payt kechasi 12, 1da bu narsa kerak bo'lib qoladi. Magazinlarga chiqamiz, yopiq bo'ladi. Bunda telefon nomerlarini profilga qo'yib qo'yamiz. Shunda telefon qilib, aka Farg'onaga muncha narsa desalaring, shunda dastavka qilib yuboradi. Qanday mazza? Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmagan. Do'konda hamma narsa muhayyo. Dubay shokoladi deysizmi, parfumeriya deysizmi, oziq-ovqat deysizmi. Chegirma xizmati do'konimizdan 300 mingdan oshiq tovar xarid qilganlar uchun amal qiladi. Bu videoni marg'ilonlik yoki farg'onalikka jo'natib qo'yishni unutmang.